Xitoy chet elga chiqib ketgan Uyg'urlarning yer mulklarini tortib olmoqda. Xotan viloyati Keriya nahiyasiga qarashliq Siyak yezisi Qig'az kenti 8-guruhdagi bir Uyg'ur oilaning uy mulki va 9 mo yerini Xitoy doiralari qaror chiqarib tortib olgan. Sababi bo'lsa, u oilaning bir o'g'liga davlat chegarasidan chet elga chiqib ketish jinoyati sodir qildi deb tuhmat ortgan. Hatta uy mulk va 9 mo yerni 3-oyning 23-kundan 30-kunigacha bo'lgan oraliqda topshirib berishini ta'kidlab hujjat chiqargan. İşğalçı Xitoy rejimining bu va buningga o'xshash zo'ravonliklari Sharq Turkiston xalqimiz ustidan qanchalik zulm va zo'ravonlik yurgizayotganligini ko'rsatib beradi. Biz erkin dunyoda yashayotgan Sharq Turkiston xalqi Xitoyning xalqimizning yer mulk uylarini zo'ravonlik bilan tortib olishiga qat'iy qarshi turishimiz kerak. Bu nohaqchilikni tilimiz bilan bo'lsa-mu ifodalab, dunyoga Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bulangchiligini pash qilish biz erkin dunyodagi barliq Sharq Turkistonliklarning burchidir. Yer shari vaqti kezdi Xitoy Tayvanga harbiy harakat yurgizishga tayyor bo'lishi kerak deb jar soldi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoyning yer shari vaqti kezdi payshanba kunidagi bosh maqolasida Xitoy Tayvanga harbiy harakat yurgizishga tayyor bo'lishi kerak deb jar solgan. Bu haftaning 5-ida Amerika Tayvan orasidagi rasmiy munosabatlarni kuchaytirish maqsad qilingan Tayvan sayohat qonuni Amerika prezidenti Donald Trumpning imzolashi bilan rasmiy kuchga ega bo'lgan edi. Amerikaning bu harakati Tayvanning qizg'in olqishiga erishgan, ammo Xitoy doiralarining kuchli noroziligini qo'zg'agan. Xitoy Kompartiyasining hukumat koniyi hisoblangan yer shari vaqti gazetida e'lon qilingan mazkur maqolada Xitoyning Amerikaning bu harakatiga cho'qim qaytarma zarba berishi kerakligi qattiq pozitsiyada ta'kidlangan. Maqolada yana mundaq deyilgan: Xitoy cho'ng quruqligi cho'qim Tayvanga qarata bevosita qurolliq to'qinishga tayyorlanishi kerak. Xitoy Tayvanga o'chiq qilib, Amerika Tayvan hukumat amaldorlari orasida rasmiy ziyoratlarning Tayvanga ig'ir oqibatlarni elib kelganligini ochiq bildirib qo'yishi kerak. Reuters agentligining xabaridan qaraganda, chorshanba kuni Amerikaning muavin davlat ishlari ministrlaridan biri bo'lgan Alexis Wong Tayvanni ziyorat qilganda so'z qilib, Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan aloqasi bugünkidek kuchli bo'lib boqmagan edi. Tayvan oroli butkul Hindi Tinch okean rayoni uchun bir ilhom bo'lib hisoblandi degan. Ma'lum bo'lishicha, bu hafta ichida Amerikaning yana bir yuqori darajalik amaldori bo'lgan Amerika Savdo ministrligining ishlab chiqarishga mas'ul muavin ministri Ian Steve Tayvanni ziyorat qildi ekan. Oldingi kuni Xitoy davlat raisi Xi Jinping Xitoy xalq qurultayining yopilishi marosimida qilgan so'zda Xitoyni bo'lishni maqsad qilgan har qanday bir harakatga qarshi qonliq urush qilishga tayyorligini bildirgan edi. Xi Jinpingning yuqorqi so'zi xalqaro matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Erdo'g'an Munbij va Idlibdimi harakat elib berildiganligining bishoratini berdi. Turkiya Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Afrinning orqasidan keyin Idlib va Munbijdimi harbiy harakat elib berildiganligidan bishorat berdi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Cumhur Rais Recep Tayyip Erdo'g'an Istanbulda xalqqa qilgan xitobida Türkiye armiyasi 20 yanvar terrorlik tashkiloti PKK, KJK, PYD, YPG va Daesh terrorchilarini yo'qotish, do'st va qarindosh rayon xalqini yuqori besim va zulmdan qutqizish uchun boshlagan Zaytun Shayxi harbiy harakat to'g'risida to'xtaldi. U harbiy harakatda hozirgacha yo'qotilgan terrorchilar sonining 3700 dan oshib ketganligini, Afrindan keyin Idlib va Munbijdimi harakat elib berildiganligini aytdi. Cumhur Rais Recep Tayyip Erdo'g'an Amerika prezidenti Donald Trump bilan telefonda ko'rishib, bu masalalarni muzokara qilganliklarini bildirdi va mundaq dedi: Ularga biz endi bu yerlarda kaynimizga chekinolmaymiz. Biz mazlumlarni, ziyonkashlikka uchirganlarni qo'g'daymiz dedik. Bu millat tarixda mazlumlarni, ziyonkashlikka uchirganlarni qo'llashning qadamini bosgan dedik. 2 kun burun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda ko'rishib, bularni so'zlashdik. Biz hech qachon zolimlarni qo'llamadik. Noktayı koyduk. Ama Afrin'le bitmeyecek iş. Arkada İdlib var. Menbiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam. Devam mı?
Amerika Xitoyning tahdidiga qarshi Avstraliyada turishliq harbiy qismlarini ko'paytirdi. Avstraliya davlat mudofaa ministri Maurice Payne juma kuni Amerikaning Avstraliyada turishliq dengiz armiyasi quruqliqda urush qilish qismlarining sonini texmo ko'paytirganligini e'lon qildi. Reuters agentligining xabarida ta'kidlashicha, Amerika bu orqali Xitoyning mazkur rayondagi harbiy kengaymichiligiga taqobil turishni ko'zlamoqda ekan. Payne Avstraliyaning shimolida turishliq Amerika dengiz armiyasi quruqliqda urush qilish qismlarining 27% ko'paytirilib 1587 ga yetkazilganligini bildirgan. Amerika 2011-yildan boshlab Avstraliyaning janubiy dengizga qo'shni mazkur rayonda qo'shin turg'izishga boshlagan edi. Maurice Payne'ning ko'rsatishicha, Amerikaning bu rayondagi ko'paytirilgan askarlari 6 oy harbiy mashq elib boradi ekan. Maurice Payne Amerika armiyasi butkul Hindi Tinch okean rayonining bexatarligi va muqimligida halqiliq rol o'ynaydi degan. Xitoy Janubiy dengizining mutlaq ko'p qismida egilik huquqi borligini ilgari surib, bu rayondagi ba'zi orollarda harbiy aslahalarni qurgan. Bu Amerika, Avstraliya va bu rayondagi Vietnam, Filippin, Malayziya, Yaponiya qatorliq davlatlarning diqqatini va andishisini qo'zg'agan edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, juma kuni yana Amerika dengiz armiyasining bir urush paraxoti Xitoyning Janubiy dengizida yasagan bir sun'iy oroliga 12 dengiz mili yaqinlashgan. Bir Amerika amaldori juma kuni Reuters agentligiga bergan uchurida Amerika urush paraxotining separatli taqim orollariga qarashliq Meschief oroliga yaqinlashganligini bildirgan. Amerika urush paraxoti Xitoyning Janubiy dengizdagi oroliga yaqinlashishidan bir kun avval Prezident Trump Xitoyning qimmati 60 milliard dollarlik eksport mahsulotiga boj qo'yadiganligini e'lon qilgan edi. Dünya Uyg'ur qurultiyi rahbarlari Turkiya parlamentida muhim uchrashuvlarni elib bordi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Dünya Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Doktor Erkin Akram bilan Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandi, Türkiye Parlamenti İnsan Hakları Komitetining boshlig'i Ömer Sardar apandi, Türkiye Yevropa Parlament a'zolari guruhining mas'uli İsmail Emrah Qariyel apandi, parlament a'zosi Vedat Bilge apandi va parlament a'zosi Kamil Aydin apandilar bilan ayrim uchrashib, Sharq Turkistonning hozirgi ig'ir vaziyati to'g'risida tayyorlagan 2 dokumentni sundi. Dokumentda Sharq Turkistondagi fikr erkinligi, diniy cheklamalar, qo'shtilliq ma'rif siyosati, sayohat erkinligi, chet ellardagi Uyg'ur o'quvchilarini yurtiga qaytishga majburlash siyosati, Uyg'urlarning DNA avrishkisini to'plash, tarbiyalash markazi nomi ostida Uyg'urlarni lagerlarga yig'ib olish siyosati, Uyg'ur ziyolilarining tutqun qilinishi, qo'shmoq tuqqan nomi ostida Uyg'ur oilalariga Xitoylarni opirib qo'yish qatorliq mazmunlar bayon qilingan. Uchrashda Ömer Qanat apandi oldi bilan Dünya Uyg'ur qurultiyining Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa davlatlarida yaqindan buyon elib borgan faoliyatlari, Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Qo'shma Shtatlari boshqa demokratik davlatlarning va kishilik huquq tashkilotlarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligiga bo'lgan inkoslari to'g'risida ma'lumot berdi. Keyin Turkiya hukumatining qarindosh Uyg'ur xalqining bundoq ig'ir vaziyatiga qarab turmasligi kerakligini bayon qildi. Arqadan parlament a'zolari Xitoyning Uyg'urlarga nima uchun bundoq ig'ir besim qilayotganligini so'raganida, Dünya Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Doktor Erkin Akram buning sababining ko'p ekanligini, buning ichida eng muhim sababning bu zaminning egisi bo'lgan Uyg'urlarni yo'q qilish ekanligini bayon qildi. Ömer Qanat apandi parlament a'zolariga Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligi to'g'risida tayyorlangan dokumentlarni bergandan keyin qarindosh Turkiya Jumhuriyatidan Uyg'urlarning kutganlari to'g'risida to'xtaldi. Doktor Erkin Akram apandi 3-oyning 22-23 kunlari 4 nafar parlament a'zosi bilan ayrim uchrashib, Uyg'urlarning bugungi ig'ir vaziyati va bu haqda Uyg'urlarning kutganlari qatorliq masalalarni ko'radigan holda atrofliq ma'lumot berganligini, parlament a'zolarining bu haqda va'da berganligini bayon qildi.